Siz bir ishni qilyapsiz. Agar shu ishga qalbingizda moyillik bo'lsa, qalbingizda shu ishga muhabbat bo'lsa, shu ishni qilishlik sizga rohat bag'ishlaydi. Qaytaraman. Bir ishni qilyapsiz. Agar shu ishga qalbingizda moyillik, qalbingizda muhabbat bo'lsa, shu ishni qilish jarayoni sizga rohat bag'ishlaydi. Rozimisizlar? Endi shu qilayotgan ishingizda rohat olsangiz, albatta natijaga erishasiz. Masalan, futbol o'ynaymiz. Moyillik bor qalbimizda shunga. Endi shu narsaga muhabbat, moyillik bo'lgandan keyin futbol o'ynash bizga huzur bag'ishlaydi. Demak, qilayotgan ishimizdan huzur olganimizdan keyin albatta natijaga erishamiz. Endi qarang, siz masjidda namoz o'qiyapsiz. Agar mana shu namozga muhabbat bo'lsa qalbingizda, namoz o'qishlik sizga rohat bag'ishlar edi. Agar qalbingizga namoz rohat bag'ishlasa, masjiddan shoshilib chiqib ketmas edingiz. Sizga sunnatni o'qimasdan chiqib ketishni o'rgatayotgan odam nimaga asoslanib shuni aytdi ekan? Qilayotgan ishingizga qalbingizda muhabbat, moyillik bo'lsa, u ishni qilishlik sizga rohat bag'ishlaydi. Endi agar shu ish rohat bag'ishlayotgan bo'lsa, u ishdan ajralishni xohlamaysiz. Shuning uchun masjidga kirganinglarda ukalar, Payg'ambarimizning hadisini eslab qo'yinglar. Al-muslimu fil masjidi kas-samaki fil ma. Musulmon odam masjidda suvdagi baliqga ayraydi. Baliq suvdan chiqishni xohlaydimi? Wal munafiqu fil masjidi kal usquri fil qafas. Munofiq odamchi masjidga kirganda qafasga tushib qolgan qushdek potiraydi. Qush qafasda qolishni xohlaydimi? Idza qamu ila solati qamu kusala. Munofiqlar ham namoz o'qigan, masjidga kirib namoz o'qigan munofiqlar ham. Alloh taolo aytadi, munofiqlar namozga yalqonlik bilan turadi deydi. Yura'unan nas, odamlarga riyo qiladi. Va la yadkurunalloha illa qalila. Allohni faqat oz eslashadi. Siz shoshib chiqib ketayotgan paytingizda qafasdagi qushsiz, zikr qilmasdan chiqib ketayotganingizda Allohni ko'p zikr qilayotgani qatorda emassiz. Yana nima kerak sizlarga? Tushuntira oladimmi maqsadni? Masjidga kirgandachi yaxshi odam birinchi kiradi, oxirgi chiqib ketadi. Namoz o'qiyotganda huzur olasizmi, olmaysizmi? So'rang o'zingizdan. Agar huzur olmayotgan bo'lsa, demak muhabbat yo'q. Qalbingizda moyillik yo'q unga. Moyilligi bor odam. Endi haqqa ko'nmaslik nima deyilardi? Batarul haqqi va g'amtun nas. Kibr